Bugun alifbolar haqida fikr mulohaza yuritmoqchiman. Ko'pincha bizga aytishadi, o'zbeklarning o'z yozuvi yo'q deb. Yo'q, bor. Bizning qadimiy yozuvlarimiz bor. Urxun, Enisoy yozuvlarimiz, So'g'd yozuvi, Uyg'ur yozuvi, Xorazm yozuvi va shunga o'xshagan qator yozuvlarimiz bo'lgan. Lekin endi ular tarix sahifalarida qolib ketdi. Endi dunyoni oladigan bo'lsak, juda kam xalqlarning o'z yozuvlari bor. Masalan, arab yozuvi, hind yozuvi, xitoy, arman yozuvi, gruzin yozuvi, lotin yozuvi, yunon yozuvi degandek. Endi 1993-yildan lotin yozuviga o'tibmiz. Uni takomillashtirib, chiroyli qilib oladigan bo'lsak, o'zimizning chiroyli yozuvimizga, alifboyimizga ega bo'lgan bo'lamiz. Rus yozuvini oladigan bo'lsak, aslida u ham haqiqiy rus yozuvi emas. Aka-uka bulg'or olimlari Kiril va Mefodiylar tomonidan Yunon alifbosiga asoslanib yaratilgan. Endi bugungi kunda bu haqiqiy rus yozuviga aylandi. Bizning ham mana shu lotin yozuvimiz o'zimizning haqiqiy o'zbek yozuvi sifatida ko'riladigan bo'lsa, juda ham keng ko'lamda savodxonlikni amalga oshirgan bo'lamiz. Demakki, bu lotin yozuvini biroz takomillashtirishimiz kerak. Masalan, o, ö, u, ü, i, o'larni ikkita harfga aylantiradigan bo'lsak, anchagina taraqqiyotga erishishimiz mumkin. Yozuv masalasi bo'yicha. Yana ba'zi bir harflarni o'zgartiradigan bo'lsak, sharoitga qarab turib, ana unda haqiqiy o'zbek yozuvi hosil bo'ladi. Biz mana shu boshqa yozuvlar, u yozuv, bu yozuvga o'taylik deb o'tirmasdan, mana shu lotin yozuvini chiroyli qilib takomillashtirishimiz kerak ekan, xolos.